millat fidoyilari. Kichik serjant Rajabov Marufjon Ahmadovich 1977-yil 3-noyabrda Samarqand viloyati Bulung'ur tumanining Beshqo'ton qishlog'ida tug'ilgan. U 1994-1995-yillarda muddatli harbiy xizmatni o'tagan. 1995-yilda O'zbekiston Respublikasi Qurolli Kuchlari safida shartnoma asosida harbiy xizmatni boshlagan. 2000-yil 4-avgust kuni erta tongda Surxondaryo viloyatining tog'li hududlarida xalqaro terrorchi jangari to'dalarga qarshi harbiy vertolyotlardan berilgan shiddatli zarbadan so'ng hududda tozalash ishlari boshlangan. Katta serjant Marufjon Rajabov mazkur jangovar harakatlarda professional harbiy xizmatchi sifatida ishtirok etgan. Biroq dushman pistirmasidan otilgan snayper o'qlari uni yaralagan. U jarohati og'ir bo'lishiga qaramay, hujum guruhini pulemyotdan qo'llab-quvvatlab turishni to'xtatmadi. Jangari guruhlarga qaqshatqich zarba berib, bir necha jangarni yakson qilgan. Ammo jarohati bois qahramonlarcha halok bo'lgan. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining farmoniga binoan Jasorat medali va bir qator esdalik nishonlari bilan taqdirlangan. U tug'ilgan Bulung'ur tumanining markaziy ko'chalaridan biriga xotirasiga bag'ishlangan yodgorlik lavhasi o'rnatilgan. O'qigan 18-sonli umumiy o'rta ta'lim maktabiga Marufjon Rajabovning nomi berilib, byust o'rnatilgan. Vatan millat fidoyilarini unutmaydi. Ularning xotirasi qalbimizda mangu yashaydi.